shukur deyman. Rahmat aka. Rahmat aka. Ana yurakdan aytilayotgan gaplar xudo xolasa. O'rgatilmagan amal. Ha. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Biz navbatdagi telefon xizmatimizni Andijon viloyati Izboskan tumani Paytix shahrida Abdug'ani akamizning xonadonlarida yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Qadrdonlar, obyektimizni ko'rsatishdan oldin akamizni ozgina biz haqimizdagi fikrlarni, bizni qayerdan topgan, qanaqa akam nimalar olib berdi bizga, qanaqa ovoragarchiliklar bo'ldi, qanaqa qulayliklar bo'ldi, shularni akam o'zidan ikki og'iz eshitamiz va nech pulga qayerlar bo'layotganini aytib o'tib ketamiz qadrdonlar. Abdug'ani aka, assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi aka? Charchamayapsizmi aka? Yusuf aka. Ikki og'iz aka, shu vatandoshlarimizga shu fikrlaringiz haqida ochiq oydin borini aytib bersangiz aka. Bori shu ish, mana o'zingizlar ko'rasizlar, sifatlik, tez. Endi shu obetini berdim, men nechasa ketgan yo'q. Ishdan xursandman, zo'r, o'zingizlar ko'rasizlar. Endi maqtashmas, ishga gap yo'q, menga yoqdi. Xursand bo'ldingizmi aka? Biz tomonimizdan kamchiliklar bo'lmadimi aka? Xursand bo'ldingizmi? Biz bilan aloqa qilganingizdan afsusdamasmisiz aka? Xudoga shukr. Tanishishlarga tavsiya qilasizmi aka? Shukr deyman. Rahmat aka. Rahmat aka. Ana yurakdan aytilayotgan gaplar xudo xolasa. O'rgatilmagan amal. Ha. Rostdan O'rgatilmagan bu amal. eshitib men rosa xursand bo'ldim, to'g'risi. Gap yo'q, rahmat. Abdug'ani aka, sizga ham rahmat aka. Bergan pullaringizdan aka rozi bo'ling. Non-pullaringizga, osh-suvlaringizga rozi bo'ling aka. Xudo xolasa bir tanish-bilishlar, qandashlarga bir tavsiya qilib, Bo'ldi, mana xudo xolasa bir nima qilasiz aka? Qani bo'lmasam, biz sizlarga qayerlar, qanaqa fasonda bo'lganini ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Boshladik. Xo'p, qadrdonlar, bu joyimizga eng hozirgi paytda trendda bo'layotgan fasonimiz, Cobra fasonimiz, ensiz fasondan bo'lgan. Buni sababi birinchi o'rinda hamma uyga nima qanaqadir qurilish qilsa ham mahkam, mustahkam bo'lsin deydi. Shuni hisobiga mana shu fasondan ko'proq qilyapmiz. Juda ham mahkam, nadejniy holatda bo'lyapti. Eng asosiysi fasoni ham ancha-munchaga o'lmaydi qadrdonlar. Xo'p, do'stlar, foydalangan ranglarimiz oq rangga, mokriy rangdan foydalanganmiz. Kardizlarga esa o'zingizlar ko'rib turganlaridek juda ham go'zal holatdagi tillo rangli tulkamizdan foydalanib ajoyib ko'rinishda bezak berganmiz. Qadrdonlar, burchakni eslab qolasizlar. Mana burchakni ko'ryapsizlar. Bu yerda ikkita ichki burchagimiz bor. Mana bu burchakni ko'rasizlar. Hozir mana nari burchakka boraman. Ikkala burchakda bir xilligiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Ustaning eng asosiy mahorati mana shu joylarda bilinib qoladi. Usta tanlashda adashmanglar. Xudo xohlasa bizning jamoamiz bilan ishlasanglar, bizning jamoamizga telefon zakaz qilsanglar, xudo xohlasa afsuslanmaysizlar qadrdonlar. Ovoragarchiliklar yo'q. Xudo xohlasa imkon qadar sizdan olayotgan pulimizni halollab olishga harakat qilamiz. Do'stlar, ekranda turgan raqamlarimizda Telegramlar, WhatsApplar ishlab turibdi. Agar musofir yurtda bo'lsangiz ham bemalol shu ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarning ham uyingizga mana shunday ajoyib ko'rinishda telefonlarni qilib beramiz. Xo'p, do'stlar, xudo xohlasa mana darvozaxonamiz ham yakuniga yetmoqda. Bu yerga lustra qo'yiladi hozir. Lustra qo'yilgandan keyin ham xudo xohlasa iloji boricha qorong'i tushib ketmasa videoga olishga harakat qilaman. Xo'p, ko'cha tomonni ko'rsatib o'tamiz bo'lmasa. Xo'p, qadrdonlar, mana bu joyda mana lustra o'rnatish ketyapti. Hozir xudo xolasa bu yerga kalonka bluetooth'lari bor lustramiz o'rnaydi, do'stlar. Xo'p, ko'cha tomon shapkamiz mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal holatda, xudo xohlasa yakuniga yetkazib berilmoqda. Xo'p. Do'stlar, o'zingizlar ko'ringlar. Ishning sifati sizlarga yoqsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa sizlarga ham uylarda xizmat qilishimiz mumkin do'stlar. Xo'p, iloji bo'lsa, oshna og'ayni tanish-bilishlarga tavsiya qilib qo'yasizlar. Videoni ulashib qo'ysanglar, xudo xohlasa yana ham yaxshi bo'ladi do'stlar.